Germaniyaning Brenening Stuhl kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan projektorlarimiz. Bu eski versiya projektori 50 watt 50 watt и yangi versiyasi 50 watt bu ham. 50 watt. 50 watt. Nima uchun ikkalasini narxi 2 xil. 2 xil. Sababi ko'p kishi e'tibor qaratmaydi bize lumenga. Lumeni bu yorug'lik darajasi. Vot. 4750 lumen. Yangisida esa 5800 lumen. Shunga e'tibor qaratasizlar lumenga, vatiga qaramaysizlar. Kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Nemeskiy texnologiya asosida ishlab chiqarilgan.